Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz muskullar sistemasi, bosh va bo'yin muskullari. Hop, bugungi mavzuyimizda quyidagilarni o'rganamiz. Bizga ma'lumki, muskullar inson tana massasining eng ko'p qismini tashkil etadi. Muskullar bu tayanch harakat sistemasining aktiv qismiga kiradi. Tanamizda turli xil harakatlarni biz muskullar orqali bajaramiz. Muskullarning qisqarishi oqibatida tanamizda turli xil harakatlar yuzaga keladi. Muskullar asosan tana massa organlarimizda joylashgan. Asosan 600 dan ortiq muskullar farqlanadi. Muskullar qisqarishi dinamik va statik ishi orqali boshqariladi. Muskullarni ham biz tayanch harakat sistemasi singari bir qancha qismlarga bo'lamiz. Ya'ni gavda muskullari, bosh va bo'yin muskullari, qo'l va oyoq muskullariga bo'lamiz. Va bundan tashqari muskullarni biz yuza va chuqur muskullariga bo'lamiz. Bu slaydimizda berilgan, ya'ni har bir o'sha mushak biriktiruvchi to'qimalar parda endamezit qismi bilan o'sha o'ralgan bo'ladi. Kondalent targ'il mushak tolalaridan tuzilgan. Turli kattalikdagi mushak tolalar bir-biridan o'sha biriktiruvchi to'qimali qatlamlar perimezit vositasida ajralib turadi. Bu perimezit ichida esa qon tomirlar va nervlar joylashgan bo'lib, agar biriktiruvchi to'qimani parda butun mushakni o'rasa, epimezit deb ataladi. Bu parda mushak payiga davom etib perimezit degan nomni oladi. Mushaklarda juda ko'p o'sha modda almashinuvi ketganligi sababli ularda qon tomirlar ko'p bo'ladi. Ya'ni modda almashinuvi jarayoni kechganligi sababli. Bu slaydimizda berilgan, ya'ni mushak to'qimasini har bittasining ichki qismidagi o'sha tuzilishi. Tashqi tomondan muskullarni asosan fassia pardasi qoplab turadi. Masalan, inson tashqi tomondan kiyim kiyganda qanday qoplasa, muskullarni tashqi tomoni o'sha fassia pardasi umumiy qoplab turadi. Muskullarni o'sha taraqqiyoti embrional rivojlanish davriga borib tarqaladi. Ya'ni embrionda dastavval o'sha suyaklanish bosqichida oxirgi bosqichlarida muskullarning shakllanishi, taraqqiy etishi boshlanadi. Muskullarni biz bo'ldik, ya'ni bo'yin muskullariga, bosh muskullariga, bo'yin muskullari kelib chiqishi va faoliyati turli xil bo'lganligi uchun murakkab tuzilishga va topografiyaga ega. Topografiya nuqtai nazaridan bo'yin muskullari 3 guruhga bo'linadi: yuza, o'rta va chuqur muskullarga bo'linadi. Bo'yinning yuza muskullari, ya'ni yuza qismida joylashgan, ya'ni bo'yin teri ostki sohasida joylashgan. O'rta qismidagi muskullar esa yuza muskullarining ostki sohasida, chuqur muskul esa bo'yinning eng ichki, ya'ni ichki a'zolarga o'sha yaqin qismida joylashgan. O'rta qavat muskullari berilgan, ya'ni bu guruhga til osti suyagiga biriktiruvchi muskullar kiradi. Til suyagiga birikuvchi mushaklar o'z navbatida til suyagidan yuqorida joylashgan mushaklar kiradi. Ular ikki guruhga, ya'ni bekismon til osti, pastki jag' til osti va engay til osti va til osti suyak ostidagi o'sha muskullarga guruhlariga bo'linadi. Til osti o'sha muskullari berilgan bu slaydimizda, ya'ni ularni joylashishi. Til osti suyagi muskullari mushaklari asosan bular bo'yin qismimizdagi asosan turli xil harakatlarni bajarishimizga yordam beradi. Bosh mushaklari va fassiyalar. Bosh mushaklari asosan mimika va chaynov muskullariga bo'linadi. Mimika mushaklari tananing bosh sohasida joylashgan. Boshqa sohalar mushaklardan o'zining kelib chiqishi va birikishi faoliyati bilan farq qiladi. Ular teri ostida yuza joylashib, fassiyalar bilan qoplanmaydi. Suyaklardan boshlanib teriga birikadi. Shuning uchun ularning qisqarishi teri harakatiga keltirib, odamning hissiyotini bildiradi. Mimika muskullar asosan aktyorlarda, o'sha turli xil san'at sohasida ishlovchi insonlarda kuchli rivojlangan. Bosh muskullarini ham biz bo'lamiz bir qancha qismlarga, ya'ni asosan teri ostida kalla suyagining eng ustun qismida joylashgan bosh muskullari. Ular asosan peshona qismimizda, kalla suyagining tepa, ensa sohalarida joylashgan. Keyingi muskullarimiz chaynov muskullari. Chaynov muskullari yuzasidan hamda chakka suyagi bo'g'im yuzasida hamda yong'oq suyagidan boshlanadi. Yuza qismi pastga va orqaga yo'nalsa, chuqur qismi esa pastga va oldinga yo'nalib, pastki jag'ning tashqi yuzasiga borib birikadi. Keyingi bosh fassiyalari, ya'ni fassiya
Bu nima? Fasya bu muskullarni bir-biriga biriktirib, ulab turuvchi qismi hisoblanadi. Gavda muskullarimiz, Gavda muskullari ko'krak muskullari bir necha qavat bo'lib joylashadi. Yuza qavatda qo'l bilan bog'langan mushaklar joylashsa, chuqur qavat esa ko'krakning xususiy muskullari joylashadi. Ko'krak muskullari kelib chiqishi va faoliyatiga ko'ra ikki guruhga, ko'krak qafasidan boshlanib yelka kamari va yelka suyagi birikuvchi muskullar va ko'krak qafasini o'ziga xos bo'lgan avtoxton muskullariga bo'linadi. Avtoxton ya'ni faqat o'sha joyga tegishli bo'lgan muskullar. Birinchi guruhga 4 ta muskul kiradi: kattak va kichik ko'krak, o'mroq osti, oldingi tishsiman va qovurg'alarni ko'taruvchi muskullar kiradi. Bu slaydimizda berilgan, ya'ni katta ko'krak mushagi katta yelpig'ichsimon shaklda berilgan bo'lib, bu nima qiladi? Tanamizda turli xil o'sha harakatlarni bajarishimizda yordam beradi. Bundan tashqari o'mroq osti mushagi berilgan. Mana o'mroq yuqori qismimizda o'mroq osti mushagi nima qilib beradi? Ya'ni bo'yin bilan gavda qismimizni bir-biriga bog'lab turuvchi muskullar hisoblanadi. Keyingi qismimizda qorin muskullari. Qorin muskullari bu qorin sohasida joylashgan bo'lib, bular yuza chuqur muskullaga bo'linmaydi, chunki qorin sohamizda bilamiz, bizda suyaklar mavjud emas. Gavdamizni qolgan qismida o'sha suyaklar joylashganligi sababli yuza chuqur o'rta muskullaga bo'linadi. Qorin muskullari asosan qaysilar kiradi? Qorinning tashqi qiyshiq muskuli, qorinning ichki qiyshiq muskuli, qorinning ko'ndalang muskuli. Bular qorin muskullariga kiradi. Qorinning o'sha ichki qiyshiq muskullari ichki o'sha devor muskullariga qorinning to'g'ri mushagi, piramida midasimon mushagi kiradi. Bundan tashqari qorinning orqa devor mushagiga beyning kvadrat mushagi kiradi. Uni faoliyati ikki tomonlama qisqarganda umurtqa pog'onasini tik o'sha tutsa, odam bir tomonlama qisqarganda esa uni o'z tomoniga o'sha og'darishga yordam beradi. Orqa mushaklari muskullari ya'ni ikkiga bo'linadi. Orqaning yuza va orqaning chuqur muskullariga bo'linadi. Orqaning yuza muskullariga biz trapetsiumsimon, rombsimon muskullarni kiritamiz. Ular o'sha teri ostki sohasida joylashgan. Orqaning mana serbar muskuli berilgan. Serbar muskuli asosan kvadratsimon muskulning ostki sohasida joylashadi. Xo'p, orqa muskullari asosan bundan tashqari yuqori o'sha bo'yin sohasiga borib tutashadi va bo'yin muskullari bilan tutashib, bosh bilan o'sha orqa qismimizni bog'lab, tanadagi turli xil harakatlarni bajarishga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.